2026 yilgi Chevrolet Cruze yangi avlod avtomobili sifatida o'zining zamonaviy dizayni, ilg'or texnologiyalari va samaradorligi bilan e'tiborni tortmoqda. Yangi model avvalgi avlodlarga qaraganda yanada aerodinamik shaklga, qulay salon va kuchliroq texnik imkoniyatlarga ega. Avvalo, tashqi ko'rinish haqida gapiradigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Cruze yanada o'tkir chiziqlarga, LED faralar va yangilangan radiator panjarasiga ega. Old bamper sport uslubida ishlab chiqilgan bo'lib, avtomobilga agressiv va zamonaviy ko'rinish beradi. Orqa tomondagi optika ham LED texnologiyasida yaratilgan bo'lib, tunukun yaxshi ko'rinishni ta'minlaydi. Salon ichida esa sifatli materiallar, keng joy va yangi texnologiyalar mavjud. O'rindiqlar ergonomik tarzda loyihalangan bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Markaziy konsolda 10 dyuymli sensorli ekran joylashgan bo'lib, unda Chevroletning yangi infotainment tizimi o'rnatilgan. U Android Auto va Apple CarPlay tizimlarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, avtomobil Wi-Fi ulanishi va ovozli boshqaruv funksiyasi bilan ham jihozlangan. Texnik jihatdan 2026 yilgi Chevrolet Cruze bir necha turdagi dvigatellar bilan taqdim etiladi. Asosiy variant 1.5 litrli turbo benzinli dvigatel bo'lib, taxminan 160 ot kuchini ishlab chiqaradi. Bundan tashqari 1.6 litrli dizel varianti ham mavjud bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Avtomatik 8 pog'onali uzatmalar qutisi silliq va tejamkor harakatni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada takomillashtirilgan. 2026 Cruze avtomatik tormoz tizimi, yo'l chizigidan chiqishni ogohlantirish, kor joyini aniqlash va adaptiv kruz nazorati kabi zamonaviy funksiyalar bilan jihozlangan. Shuningdek, avtomobilning yangi shassi tuzilmasi yo'lda yanada barqarorlikni ta'minlaydi. Old va orqa osmalar mustahkamroq bo'lib, burilishlarda avtomobilni ishonchli boshqarish imkonini beradi. 2026 Chevrolet Cruze nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki imkoniyatlari, energiya samaradorligi va yuqori texnologiyalari bilan o'z sinfidagi kuchli raqobatchilardan biri bo'lib qolmoqda. U yoshlar, oilalar va ish uchun qulay, tejamkor, zamonaviy avtomobil izlayotganlar uchun ideal tanlovdir.